Namangan viloyatida tadbirkorlar uchun O'zbekiston Respublikasining 2026-yilga mo'ljallangan soliq siyosati konsepsiyasi doirasida qonunchilikka kiritilgan asosiy o'zgartirishlarni keng jamoatchilik, jumladan tadbirkorlar, korxona va tashkilotlarga yetkazish, ularni tushuntirishga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Tashkil etilgan seminardan maqsad biznes vakillarini soliq va byudjet siyosatining 2026-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni bilan yaqindan tanishtirishdir. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi mutaxassislari ishtirok etib, bu boradagi ustuvor yo'nalishlar bo'yicha batafsil ma'lumot berdilar. Ahamiyatlisi 2026-yil uchun asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qoldi. Bu esa tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, shaffoflikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, aylanmadan olinadigan soliq to'lashdan 2 marta qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lashga o'tayotgan tadbirkorlar 1 yil davomida foyda solig'i to'lashdan ozod qilinadi. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lish tartibini buzganlik uchun 1 yil davomida jarima qo'llanilmaydi. Tadbirkorlarga soliq tekshiruvi bo'yicha moliyaviy jarima summasini 6 oy ichida teng ulushlarda to'lash imkoniyati yaratildi. Endilikda agar tadbirkorning savdo yoki xizmat ko'rsatish joylarida xaridorlar uchun maxsus QR kodlar mavjud emasligi 5 million so'm miqdorida jarima qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Tadbirkorlarga bir nechta hisobotlar taqdim etilmaganda, barcha taqdim etilmagan hisobotlari bo'yicha bitta jarima qo'llaniladi. Masalan, dekabr oyi uchun bir nechta hisobot, daromad solig'i, ijtimoiy soliq, qo'shilgan qiymat solig'i, foyda solig'i, barcha soliq hisobotlarini taqdim etmagan taqdirda har biriga alohida jarima qo'llanilar edi. Endi hozir bo'lgan yangilikka asosan barcha hisobot uchun bitta jarima qo'llaniladigan bo'ldi. Soliq hisobotini kechiktirib taqdim etgani uchun ma'muriy jarima miqdori kichik tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslariga nisbatan boshlang'ich hisoblash miqdorining 10 baravaridan 3 baravariga hamda fuqarolarga 3 baravardan 1 baravariga tushirildi. Amaldagi qonunchilikka asosan kichik tadbirkorlik subyektlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, mikrofirma va kichik korxonalar kiradi. Oxirgi 3 oyda soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etib kelgan tadbirkorlarga hisobotni 5 kungacha kechiktirib taqdim etsa ma'muriy jarima qo'llanilmaslik belgilandi. Seminar yig'ilishida shu boradagi imkoniyatlar tadbirkorlik subyektlariga to'liq tushuntirildi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab yillik aylanmasi 1 milliard so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun aylanmadan olinadigan soliq stavkasi 1% miqdorida belgilandi. Tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar o'z faoliyatini ixtiyoriy ravishda raqamli platformalar orqali amalga oshirishi mumkin. Bu raqamli platforma ro'yxatdan o'tish, to'xtatib turish, soliq hisobotlarini yuborish, QR kodlar orqali to'lovlarni qabul qilish hamda elektron hisob varaq, fakturalarni rasmiylashtirish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bugungi seminarda 2026-yildagi soliq siyosatlari tushuntirildi. 247-qarorga asosan yakka tartibdagi tadbirkorlar hamda o'zini o'zi band qilgan shaxslarga QR kod joriy etildi. QR kodda ko'zlangan maqsad asosan to'lovlarimizni yengillashtirish hamda vaqtlarimizni tejash. Bu qulayliklar bizga juda katta imkoniyatlar yaratadi va shaffoflikni ta'minlaydi. Bugungi seminarda tashkilot a'zolariga o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarni berdik. Savollarimga yetarlicha to'liq javoblar oldim. Bugungi kunda mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, biznesga yangi imkoniyatlarni yaratish, fuqarolar uchun qo'shimcha qulayliklar berish bo'yicha qator chora-tadbirlar belgilangan. Seminar muloqotda ishtirokchilarga yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash borasida belgilangan yangi tartiblar haqida ham batafsil ma'lumot berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 10-dekabrdagi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ko'zda tutilgan vazifalar haqida ham aytib o'tildi. Ta'kidlash joizki, soliq qonunchiligida amaliyotga joriy etilayotgan yangiliklar fuqarolarga qo'shimcha qulayliklar yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish va mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi uchun xizmat qiladi.